Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımıza başlayımız. Leksiyada size hazırız. Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü islağış kemerci 22. yıl. 9. ayının 21. günü vaziyet deseniz bugün New York'ta Birleşken Devletler Teşkilatı'nın yığın zalıdır. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın yılda bir qatam açıladigan umumi yığını açıldı. Yığında Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden nutq so'zlab Jungo ve Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishi va Jungoning Tayvan bo'g'ozi munosabati to'g'risida to'xtalgandan keyin eng oxirida 2-3 jumlaga bir abzas Şinjan, yani Müslimlik Uyg'uristonda kishilik huquq ve ona yaqinda Birleşken Devletler Teşkilatı'nın bayanları e'lon qilgan dokladlarga diqqat qiladiganligi ve ko'ngil bo'ladiganligi to'g'risi to'xtaldi. Demek Prezident Joe Biden'ning o'zining nutqi bilan bu qatamda Uyg'urlarning kishilik huquqiga oid masala Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umumiy yig'inida o'ttirib qo'yildi deymiz vatandaşlar. Endi sizlarga yetkazgan xabar, o'shanga munosabatli xabar, mavzu mundaq. Prezident Joe Biden Birleşken Devletler Teşkilatı umumiy yig'inida nutq so'zlab, Prezident Vladimir Putinning Ukrainaga tajovuz qilganligini qattiq aybladi. Hamda Tayvan bo'g'ozining tinchligining muqimligini ta'kidladi. Mavzuli xabar 9. ayning 22. kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar undaq boshlandi. Soat 12dan keyin 22 ga tabiqo vatandosh. Washington, Amerika Qo'shma Shtatlari Prezidenti Joe Biden haftaning 3. kuni, yani 9. ayının 21. günü Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umumi yığın nutq so'zlab Rusya Prezident Vladimir Putin'ning Ukrainaga tajovuzchilik urushi qo'zg'aganligini ayblab, namossizlik bilan Birleşken Devletler Teşkilatı'nın nizomnomasi xiloflik qildi. Shundaqla nayt qo'pollik bilan Yevropaga yadro qurollari ishlatadiganligini popoza qildi va bishorat berdi deb ko'rsatdi. Prezident Joe Biden Amerika Jungo munosabati to'g'risida to'xtalib, Amerika Jungo bilan to'qinishga va yangi sovuq munosabatlar urushi paydo qilishga izlanmaydi. Lekin Tayvan bo'g'ozining tinchligi va muqimligiga e'tibor bilan qaraydi deb sharhladi. Prezident Joe Biden ta'kidlab bundoq ko'rsatdi. Amerika bir jungo siyosatini davomlashtirdi va har qanday bir tarafdan Tayvan bo'g'ozining hozirgi holatini o'zgartishiga qarshi turdi. Prezident Joe Biden Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umumiy yig'inida Prezident Vladimir Putin umumiy yig'iniga qatnashishdan burun Prezident Joe Biden qatnashishdan burun Prezident Vladimir Putin haftaning 3. kunidan boshlab Rossiya qisman doirada umumiy safarbarlik holatiga kirdi deb e'lon qildi. Hamda bir qism zapas qismlarning vazifa o'tayotgan harbiy qismlar qatoriga kirishini e'lon qildi. Rossiya Davlat Mudofaa ministri Sergey Shoigu mundaq e'lon qildi. Rossiya zapas harbiy qismlarini chaqiriq qilgan umumiy son 300 ming kishilik harbiy qo'shindir. Demek zapas turayotgan harbiylarni amaliy urush qilayotgan harbiylar qatoriga ilib kirish umumiy son 300 ming kishilikdir. Rossiya Ukrainaga tajovuz qilib kirgili 7 oydan oshdi. Urush maydonida Rossiya armiyasi tarmar bo'ldi, eg'ir ziyon tortdi. Ukraina armiyasi Sharq-Shimol Ukraina Kharkov urush maydonida ko'lamli hujum o'tib Rossiya armiyasi tarmar qildi.
Rusya armiyasini tarmar qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden Birlashgan Davlatlar Tashkilotining umumiy yig'inida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq komissarining Şinjanning, yana mustamlik Uyg'uristonning kishilik huquq ahvoli to'g'risidagi bayonlari va ifodalashlariga diqqat qiladiganligini, ko'ngil bo'ladiganligini bildirdi. Hamda Prezident Joe Biden Şinjan, yana mustamlik Uyg'uristonning hamda dunyoning boshqa joylaridagi kishilik huquqni dafsanda qilishlariga ko'ngil bo'ladiganligini va diqqat qiladiganligini bildirdi. Demak, Prezident Joe Biden Birlashgan Davlatlar Tashkilotining umumiy yig'inida Şinjanning kishilik huquqi masalasi to'g'risida to'xtaldi o'tindi.